Assalomu alaykum do'stlar. Bir vaqtlar telefon o'yinlari ichida eng mashhurlaridan biri bo'lgan o'yinni eslaysizmi? Ha, bu Angry Birds o'yini. Bir paytlar bu o'yinni deyarli hamma o'ynagan, ammo hozir u haqida deyarli hech kim gapirmaydi. Bugun biz nima uchun Angry Birds trenddan qolib ketganini bilib olamiz. Angry Birds o'yini 2009-yilda Rovio Entertainment tomonidan yaratilgan. O'yin juda oddiy edi. Qushlarni slingshot bilan otish, yashil cho'chqalarni yiqitish, binolarni buzish. Oddiy bo'lsa ham bu o'yin juda qiziqarli edi. Shuning uchun juda tez mashhur bo'lib ketdi. Bir necha yil ichida millionlab odamlar bu o'yinni yuklab oldi. Angry Birds mashhur bo'lishining bir necha sababi bor. Birinchidan, o'yin juda oddiy edi. Har kim o'ynay olardi. Ikkinchidan, internet ham shart emas. Uchinchidan, qahramonlari juda esda qoladigan edi. Masalan, Red qizil qush, Chuck tezkor sariq qush, Bomb portlaydigan qora qush. Bu qahramonlar hatto film ham chiqargan. Ammo vaqt o'tishi bilan odamlar bu o'yindan zerika boshladi. Sabablari yangi o'yinlar chiqdi, grafika kuchli o'yinlar paydo bo'ldi. Battle Royale o'yinlar mashhur bo'ldi. Masalan, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile. Shuning uchun Angry Birds asta-sekin trenddan chiqib ketdi. Lekin baribir Angry Birds mobil o'yinlar tarixida juda katta soldirgan o'yin hisoblanadi. Ko'pchilikning bolaligida aynan shu o'yin bo'lgan. Agar siz ham bu o'yinni o'ynagan bo'lsangiz, kommentariyada yozib qoldiring va qaysi yana trendda qolgan o'yin haqida video qilishimni yozing.